Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglovchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Avtori Bayroqtar Bayroqli. Tadbiryoy nashriyoti. Ovozda Xadija Uyg'ur. Ikkinchi qism. Uchinchi tema ayollar psixikasi. Ulug' Allah insonni yaratganda uning tabiatining qanday bo'lganligini oldin bekitgan bo'lib, biz bu bitib etishni taqdir deb ataymiz. Taqdir deb atiladigan bu bitikda insonlarning tabiatining nimalarni o'z ichiga olganligi va qanday psixikalik alayliklarga ega bo'lganligi oldin bekitilgan. İnsanning miya, qalb va nafs qatorli qatlamlari bor. Bu qatlamlar muayyan psixikalik alayliklarga ega. Ya'ni asli tutish, aql va farosat qatorliq psixikalik iqtidorlar mingida. Muhabbat, e'tiqod, ideya, qo'rqinch va iroda qatorliq asosli psixologik alayliklar qalbda. Nachar xohish, shahvat va intilish bo'lsa, nafsda bo'ladi. Ayollar inson bo'lish jihatdan o'xshash tabiatga ega bo'lib, Allohning nazarida o'xshash tan qadr-qimmatga ega. Erlar bilan ayollar munosabatida erlar ustun turadigan farqni insonlar o'zi borliq keltirgan bo'lib, Allohning nazarida azaldan undaq farq yo'q. Ularni qadr-qimmat va ijtimoiy o'rni jihatdan ayirish ilohiy taqdirga zid keladigan bo'lg'ashqa, bu sepi o'zidan zulmdan boshqa narsa emas. Gerçi erler bilan ayollar o'rtasida ba'zi psixikalik farqlar bor bo'lsa-mu, lekin bu farqlar ularning qadr-qimmatida aks etmaydigan, faqat ular ustiga olgan mas'uliyat va xizmatda ba'zi farqlarni maydon keltirgan. Biz ayollarning erlardan farqlanadigan taraflarini tuvandagidek tizib chiqalaymiz. Birinchi, ayol erlardan bekrak kullanchi keladi. Küllash hayvonlar va insonlarning o'rtaq alayliklarining biri bo'lib, inson kullamchilikni tizgilayalaydi. Boshqacha aytganda, uni tamponlashtira oladi. Ammo hayvonlarning bunday tamponlashtirish iqtidori yo'q. Ayollarning psixologik alayliklarining biri kundashlik qilish. Bu xil hissiyot erlarga qaraganda ayollarda og'irroq bo'ladi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish yaxshi ish. Kundashlik qilish insonlarning tabiatiga allaqachon singib ketgan. Nisa surasi 128-oyat. Kundashlik qilish tabiatiga allaqachon singib ketgan ifodasi kundashlik qilishning tug'ma va azaldan nafsda bor bo'lgan his tuyg'u ekanligini ko'rsatadi. Shunga ayolning eri bilan bo'lgan munosabatida tashvishning paydo bo'lishi kundashlik qilishning muqarrar natijasi bo'lib, bu andishning markaziy qalb, kundashlik qilishning manbasi bo'lsa nafs. Nafsdan qalbga tutishadigan bir kanal bor bo'lib, nafsda kundashlik qo'zg'alganda dildagi tashvish yoki qo'rqinish kuchaydi. Nafs bilan ko'ngil o'ttirsidagi bu kanalning o'ynaydigan roli ayollarda texmi kuchli bo'lg'ashqa, oyatda tilga ilingan bo'lib, agar ayol kundashlik qilishda yo'lliq bo'lsa, undaqda kelishish tashabbus qilingan. Bu shuni ko'rsatib berudiki, kundashlik qilishda yo'lliq bo'lgan ayolni shu his tuyg'usi sababidan ko'ngil bo'lmaslik bilan yolg'iz tashlab qo'yish bo'lmaydi. Ayol kelishim tuzish huquqiga ega bo'lib, uning bilan kelishishi kerak. Bir ayolning o'ziga ko'ngil bo'lmaydigan erini afu qilish yoki kechirmaslik huquqi bor. Ayollarning hissiyotiga parvo qilmaydigan oila turmushi do'zaxga aylanishi mumkin. Ayolning kundashlik tuyg'usi tashvishga aylanganda, oila xotirjamlik huzurining borliq kelishi mumkin bo'lmaydi. Ayollardagi kundashlik haddidan ziyada eshib ketsa, normallik buzilib ketadi. Bu normallikni barpo qilishda ma'rif muhim rol o'ynaydi. Biz hissiyat tarbiyasi deb ataydigan tarbiya mana shu vaqtda o'z rolini joriy qildirdi. Kishilarning hissiyotimi kasal bo'lib qoldigan bo'lib, bu hissiyotlar ichida kundashlik qilishmi bo'ladi. Haddidan ziyoda kundashlik qilish yoki kundashlik qilmaslik hissiyot kasalligi salohiyatida jamiyatimizning oila turmushini chidoqsiz holatga akilib, behuda ko'ngilsizliklarni keltirib chiqaradi. Ikkinchi, ayollar yaxshi ko'rilish jihatda erlardan ustun. Hammaga qodir Allah insonni inson qildigan muhabbat tuyg'usini inson psixologiyasiga singdirib etgan. Bu ma'nodan aytganda ayol o'rtasida belgilik farq bo'ladi. Yaxshi ko'rish jihatda erlar og'ir salmoqni egilsa, yaxshi ko'rilish jihatdimi ayollar og'ir salmoqni egilaydi. Erlar yaxshi ko'rishga, ayollar yaxshi ko'rilishga loyiq bo'lib, bu ularning harakatida ifodalandi. Ya'ni hamisha har doim erlar ayollarni qo'g'lishadigan bo'lib, ayollar erlarni qo'g'lishib ketmaydi. Albatta ayrim ahvollar buningdan mustasno. Manfiy zaratlangan elektronga, ayol bo'lsa musbat zaratlangan protonga o'xshaydi.
Gerçi ular o'tirsa o'zaro jalb qilish kuchi bo'lsa-mu, ammo manfiy energiyaga ega bo'lgan elektron harakat holatida bo'ladi. Ya'ni, elektronga o'xshash ayolning atrofida aylanib tursa-mu, ammo ayol bir qadar passiv holatda o'z o'rnida turadi. Bu fizikalik o'xshashlik ularning psixologik xohishidimi aks etib, erning yaxshi ko'rguchi, ayolning bo'lsa yaxshi ko'rilguchi bo'lishini keltirib chiqargan. 3. Ayollar bakrak sadoqatman keladi. Sadoqat islzodlikning eng muhim ifodasi. Bu axloqiy uqum Ahzob surasida har ikki jinsga ishlatiladi. Ammo ayol sadoqatmanlik jihatlarda erlardan bir baldoq ustun turadi. Ayolning sadoqati azaldan oilaning mavjudligini saqlab kelgan va kelyotidi. Masalan, ayoli vafot bo'lgan yosh erning to'y qilmay hayotini davomlashtirishini atayin. Ammo eri qazo qilgan nurg'un yosh ayollar to'y qilmay bolalarini biqib cho'ng qildi va ularni jamiyatga yaramli qilib tarbiyaladi. Buni ko'plagan erlar qila olmaydi va buningga taqat ko'rsatolmaydi. Eri va oilasiga bo'lgan sadoqatmanlikni ko'rsatgan nurg'un ayollar buni amalga oshirib keldi. Urushdan keyin nurg'un Anatoliya ayollari yosh turibla tul qilgan bo'lib, ularning Arat deg'i kabi ulug' muhabbati va sadoqatmanligi oilasini vayron qilmagan. Shundaqla ularning vatani uchun yaramliq avlodlarni tarbiyalab chiqishiga to'salg'u bo'la olmagan. Eri qini bilan vataniga hayot ato qilgan bo'lsa, ayol eriga bo'lgan sadoqatmanligi bilan vatanini gullantirgan, taraqqiy qildirgan edi. 4. Ayol kishi oson aldanadi. Xonim-qizlar bu mavzuga norozi bo'lishi mumkin, ammo ular salmoqlik bilan o'ylanib baqsa, uning rostligini anqirib yetadi. Qur'onga yetgan qizlar oila turmushi qurishga havas qiladi. Bu qizg'inlik ularning xarakterida bor bo'lib, bu jihatda biz ularni tanqid qila olmaymiz. Ona bo'lish ayollar uchun eng oliy g'oya. Bu g'oyani amalga oshirish uchun bisilgan har bir g'oyat zo'r qadamni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Ammo oila qurishdagi bu qizg'inlik ba'zida uning hissiy hayotini va ish harakatini tizgilib olgan bo'lib, bu uning o'ng'ay xatolik sodir qilishini keltirib chiqaradi. Oila qurish qizg'inligi tafakkur va logikani chetga qoqmasligi kerak. Havasning tafakkur va logikaning o'rnini elishi ayolning o'z hissiyotiga qul bo'lishidan darak beradi. Buningdan boshqa, agar bu qizg'inlikqa do'st va atrofidagilarga havas qilish qatorli xohishlar qo'shilsa, u kelgusida zo'r ziyon elib keladigan xatoliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'pincha qizlar nihoyatda saf niyat keladi. Bu sababdan ular hammalarni o'ziga o'xshash deb qaraydi. Bu ahvol ularni ko'pincha aldamchilik patqiga pattirib qo'ydi. Ayollardan foydalanib manfaatga erishadiganlarning qiltiqiga tushib qilish xatoligimi mushu sababdan, ya'ni ayollarning saf niyatidan kelib chiqadi. Bu vaqtda ayol odatdagi narsaga aylanib qilib, izzat hurmatini yo'qotib qo'yadi. Nur surasi 33-oyatda bu aldamchiliklarning vaqtning o'tishiga ergishib majburlashga aylanganligi bayon qilingan. Aldamchilikning oldini olishning eng unumli usuli logikalik tafakkurni faol ishlatish bo'lib, bu logika irodaning harakatlantirish kuchi bo'ladi. Аңсыз holda hissiyotga berilib ketish va aldanib qilish ayollarning huquqini dafsanda qilish darajasiga yetib berishi mumkin. Bu sababdan ayollar o'zini va hissiyotini yaxshi kontrol qilishi, izzat hurmatini qo'g'digan holda harakat qilishi va kundalik turmushning eziq turg'ichi hissiy to'ziqiga tushib qilishdan hazar aylishi kerak. 4. Ayol kishi quyoshga o'xshaydi. Ba'zi tillarda mavjudotlar va shaylar erkak va kishi deb ikki qismga ayrildi. Bu qoida garchi arab tilida va ingliz tilida mavjud bo'lsa-mu, ammo arab tilida grammatika jihatdan mavjudotlar va shaylar erkak kishi deb aniq ayrildi. Arab tilida osmon ziminlaridan quyosh kishi, oy erkak, boshqacha aytganda quyosh ayolga, oy erga vakillik qiladi. Bu sifat ular ustiga olgan xizmatdan kelib chiqqan quyosh sehi bo'lib nur chachidi. Yer yuzidagi jonliqlarga hayot ato qiladi. Insonning yo'lini yo'ritib beradi. Shundaqla mikroblarning kuchli dushmani bo'lib hisoblanadi. Ayollarmi bu rollarni o'ynaydigan bo'lg'ashqa Qur'onda quyosh kishi so'zida ishlatiladi. 1. Ayol tug'ishchan baxsh etguchi keladi. Tug'ish nuqtasidan aytganda, ayollar insoniyatga hayot ato qiladi. Bu uning tabiatida ham biologiyalik, ham his tuyg'u jihatdan mavjud. Dal mushu sababdan farzandlik bo'la olmagan uy o'choqliq ayollar farzandlik bo'lish uchun chora izlaydi, azoblanadi. Tug'ish iqtidoriga ega turib farzandi bo'lmagan hamda farzandlik bo'lishni xohlamaydigan ayollar buning sirtida bo'lib, ularning bu qilmishi inson tabiatiga yot. Ayollarning biologiyalik va psixik jihatdan tug'ishga tayyor holatda yaratilishi insoniyatning kelgusi uchun ilohiy iltifot bo'lib hisoblanadi. Diqqat bilan qaragan vaqtimizda bu iltifotning ayolga berilganligini ko'rib yetamiz. Mundaqcha aytganda, quyoshning tabiatining taqozosi bilan to'xtamay nurni tug'ish vazifasi hamiga qodir Alloh tarafidan universal alaylik sifatida ayollarga baxsh etilgan. 2. Ayol kishi hayotlik baxsh etadi.
Ayol kishi faqat tug'ish orqali insonga hayotlik ato qilibla qolmay, yana o'zining sevgisi, sadoqatmanligi va pokligi bilan ijtimoiy turmushga hayotlik baxsh etadi. Er zoti ijtimoiy turmushdagi jinsiy axloqqa qarshi tarqatgan mikroblarni ayol kishi oila turmushda qonunli yo'llar bilan yo'qotadi. Başqacha aytganda, u jinsiy tuyg'uning erlarda paydo qiladigan g'aljirlik kayfiyatini oldini olish orqali ijtimoiy axloqni buzg'unchilik uchrashdan saqlab qoladi. Kun nuri kirgan uyga hech qanday mikrob kirmaydi degan maqolga o'xshash, jinsiy axloqsizlikning mikroblari oila turmushi kuchli jamiyatlarga kirolmaydi. Demak, ayol o'zining sevgisi, sadoqatmanligi va oliyjanob harakati bilan ijtimoiy turmushga hayotlik ato qiladi. Bu harakatlar sababidan shunga u quyosh deb tasvirlangan. Lut qavmida ayollar o'zining axloqiy jihatdagi rolini va ahamiyatini yo'qotib qo'yganligi uchun Lut xalqi qavmi halok bo'lgan. Ayollarning jinsiyati umumning mulkiga aylanib qolmasligi kerak. Chunki umumning mulkiga aylanib qolgan ayolning jinsiyati vaqtning o'tishiga ergishib qimmatini yo'qotadi. Bundaq bo'lganda ayolga emas, balki erga yuzlanadi. Bu Lut qavmida ko'rilgan hodis edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan shahvatinglarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquchi qavmsizlar. A'rof surasi 81-oyat. Demak, ayolning ayollik salohiyati jamiyatning gumron bo'lishdan saqlab qoladi. Agar ayol bu salohiyat bilan shaxsiyatni yo'qotib qo'ysa, jamiyat axloqsizligi petib qoldi-da, jamiyatning yemirilishini keltirib chiqardi. Agar ayol o'zining xosligi bo'lgan jalb qilish kuchi, jilvisi va o'ng'ay erishgili bo'lmaslikdek ustunligini saqlab qolsa, ayollarga qiziqmaslik kayfiyat mavjud bo'lib qolmasdan, hamjinslik qilmishimi umumlashmaydi. Leyli Mejnun va Farhod Shirin hikoyalarining adabiyotimizda o'rin olishining bir sababi bor. Ma'lumki, har xil ayollar bilan o'ltirib qo'padigan bilan, har xil erlar bilan billa bo'ladigan ayol hargizmi chin sevgiga ega bo'la olmaydi. Agar Mejnun har xil ayollar bilan billa bo'lgan bo'lsa edi, u Leyliga. Agar Leyli har xil erlar bilan billa bo'lgan bo'lsa edi, u Mejnunga oshiq bo'ladimi? Bu Farhod bilan Shirin uchunmi o'xshash. Adabiyotimizdagi bu hikoyalar ayollarga osonlikcha erishgil bo'lmaydiganligini, uning ijtimoiy o'rnining nihoyat yuqori ekanligini ko'rsatib berdi. Fuzuli o'zining tuandagi beytida mundaq deydi: "Dast pushisi arzusiyla gar o'lsam do'stlar, kuza aylan tuprog'ini anilla sunun parasu." Yeshmisi Do'stlar, gar o'lsam yarning qulini suyish arzusi bilan, mazorim tupsla yasab apqur, yarga suv tutqaysizlar uning bilan. Bu beyt bizga shundaq deydi: Yarning lavlarini suyish oyoqda tursin, qulini suyishga qodir bo'la olmagan kishi qabrisining tuprog'idan yasalgan qochi bilan yarning qulini tutgan bo'lib, ayol shundaq yuqori o'rinda turganlikdan xuddi quyoshga yetish tas bo'lgandek, uning yetishmi ba'si mushkul. Bu orqali ayolning umumning mulki emasligi, uning er kishi qulini eritib tashlab o'tadigan qo'l yog'liq texmo emasligi o'tirib qo'yilgan. Chunki ayol oila va jamiyat turmushiga hayotlik ato qiladi. Uning mavjudligini saqlab qoladi. Shundaqla uningga izzat hurmat elib keladi. Bu nuqtadan aytganda ayol kishi quyoshga o'xshaydi. 3. Ayollar jamiyatning kelgusini yo'ritib beradi. Ayol bolasiga bergan sut, oilasiga qilgan mulozimat, mehnat va tarbiya o'gitlari bilan millatning quyoshiga o'xshaydi. Yer yuzida quyosh bo'lmasa hayotlik bo'lmag'iga o'xshash, ayollar bo'lmasa insoniyat bo'lmaydi. Analarimiz, vijaylarimiz yashaydi. Qadimiz va jinimiz, tunji uruqimiz, qisqasi hamma narsa ulardan kelgan. Ular bizning ruhimiz, xarakterimiz va hayotimiz bo'lib hisoblandi. Ular bizning azobimizni yengiltadigan shifogar doktor, bizga muhabbatini singdirgan parvishkor o'qituvchi, biz uchun barliqni qurbon qilgan shahid fidokorlik abidasidir. Ularni degizish, ranjitish, o'tmish kunlarni seg'indirish, ko'zdan yosh oqqizish, issi degizish, azoplash, ittirish, qiqish, xorlash, chorasiz qoldirish qandoq mumkin bo'lsin? Yashnib qolgan dunyo bir hilal oy uchun quyoshni paturgandek, ayol nimishqa er uchun qurbon qilinadi? Ikkinchi qismni o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Keyingi qismda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. O'xshash qizlar bor, yuraklarga o't yoqqan, sadoqatga kuy qatqan.